Qanday qilib bir dona instrument orqali reklamadan kelayotgan yillarning sifatini yaxshilash mumkin va sotuvingizni oshirish mumkin. Xo'p, bu narsani biz o'zimizning proyekt ishlab kelayotgan proyektimizda Ascend Store kiyim butik formatida razbor qilamiz. Video boshlashdan oldin bitta narsa aytaman, videoni oxirigacha ko'rsangiz, oxirida siz uchun bitta yaxshi taklif tayyorlab qo'yganman. Xo'p, kiyim butik, bizada nom Ascend Store, menimcha shu ko'pda ham reklama chiqqan, ko'p kishi taniydi. Aniqlasi bularda qanaqa bo'lgan? Xo'p, yangi ochilgan kiyim butik, ya'ni mana shu yilni mart oyida ochilishgan, o'rtacha mahsulot narxi bularda 1,3 million, ya'ni $100. Mijoz do'konga kelib turib, xarid qiladigan o'rtacha chekasi 2 million, 2,5 million atrofida, ya'ni o'rtacha bitta odam kelsa, ikkita tovar $200 ga xarid qilib ketadi. Xo'p, bularda qanaqa bo'lgan? Ikkita targetolog bilan ishlashgan, ikkalasida ham bitta muammo, ya'ni SMS ko'p, lekin maqsadingiz kam. SMS yozgandan keyin, mana reklamada odamlar SMS yozadi, undan keyin уже qaytib yozilgandan keyin odamlar yo'q bo'lib qoladi. Uchinchisi esa kuniga $15, $20 atrofida byudjet ketadi, lekin ko'rinarli rezultat yo'q. Ya'ni shu $20 sarflaganga yarasha keladigan sotuv foyda yo'q. Xo'p, bu yerda mana reklama statistikasi bor. Ikkita targetologdagi aprel oyida ishlashgan byudjet $410, SMS bizada 1,134 ekan. Bizada ham shu targetologda o'rtacha narx 36% atrofida ikkalasi SMS olib kelishgan. Xo'p, 3 oy ichida umumiy hisobda $787 reklamaga ketgan va 1200 ta, ya'ni atiga 1200 dona подписчик kelgan. Bitta obunachi narxi bularga 65 sentdan kiryapti. Bu вообще qimmat degani. Xo'p, endi qaranglar, nima ishlar qilingan bizaga? Birinchi etapda bizaga qo'yilgan maqsad bu birinchisi sotuv oshirish, ikkinchisi esa brendni tanitish. Ya'ni kiyim butikida iloji boricha ko'proq odamlar tanish kerak, iloji boricha premium segmentdagi odamlar tanishi kerak. Bizaga qo'yilgan maqsad mana shu edi. 3 xil auditoriya etapi bor. TOF, MOF, BOF deyiladi. Endi nima farqi bor? TOF auditoriya bu sizni kompaniyasi haqida ko'rmagan va eshitmagan, tanimaydigan auditoriya. Ya'ni kompaniyangiz bo'ladigan bo'lsa, umuman xabari yo'q, umuman tanimaydigan odamlar TOF auditoriya hisoblanadi. Ko'p, 90% targetologlar reklamani mana shu TOF auditoriyaga yoqishadi. TOF auditoriyaga yoqilgandan keyin tanimaydigan, masalan, qimmat mahsulot sotadigan bo'lsangiz, qimmat mahsulotligini nima deydi? Aytishadi, ценность deyishadi-yu. Qimmat mahsulotda nimaga qimmatligi, nimaga unaqa ценностьligi, nimaga qanaqa ценности borligini bilmaydigan bo'lsa, по-любому reklamani kelayotganlaringiz sifatsiz bo'ladi. Xo'p, MOF auditoriyaga kimlar biladi? Kompaniya haqida biladi, lekin hali murojaat qilmagan va sotib olmagan. Ya'ni siz haqingizda eshitgan, ko'rgan, bir necha marta ko'rgan, profilga o'tgan, lekin sizga ham murojaat qilmagan, lead qoldirmagan, там lибо же там do'koningizga kelmagan auditoriya, bu уже MOF auditoriya hisoblanadi. Uchinchi auditoriya esa BOF, ya'ni воронкаning eng tagi qismi va eng горячий qismi. Bu auditoriya qanaqa? Siz haqingizda полный informatsiya biladi, sotib olgan yoki sotib olmagan yokida murojaat qilib hali sotib olmagan auditoriya. Ya'ni mana shu auditoriya bizada BOF segment kiradi. Auditoriyaning BOF segmentiga kiradi. Farqini tushundingiz deb o'ylayman. TOF воронкаning yuqori qismida sizni вообще tanimaydi auditoriya, tagi qismida sizni уже taniydigan auditoriya. Yana bitta narsa aytib ketaman. Mana kiyim butik, qimmat mahsulot sotasizmi, tam original sotasizmi, masalan, aytaylik, tam Dyson, yana mashina, uy-joy yoki shunga o'xshagan qimmat mahsulot sotasizmi, TOF auditoriya haqida unuting. TOF auditoriyaga reklama yoqish qimmat mahsulot uchun, premium segmentdagi mahsulot uchun bu eng katta xato. Mana yozib qo'yaymi, qimmat mahsulot sotish uchun TOF auditoriya sotuvga ishlatish kerak emas. Bu haqida unuting. Targetolog bo'lasizmi, biznes egasi bo'lasizmi, targetologdan shu haqida so'rab oling, qaysi auditoriyaga bizda yoqilyapti deb. Hop, keyingi etap biz nima qilganmiz? Biz TOF auditoriyaga reklama sotuvga vaqt yoqmagan. Biz ishlatgan auditoriya bu bo'ladi. MOF bilan BOF auditoriyani ishlatganmiz. Ya'ni bizani taniydigan, bizga murojaat qilgan odamlarga biz qaytib reklamaga chiqyapmiz. Xo'p, reklamada mana shu siz ko'rgan auditoriyangizga qaytib reklama chiqish bu retarget deyiladi. Birinchi etapda biz nima qildik? Retarget uchun auditoriya to'g'rilab chiqdik. Ya'ni retarget uchun bizda qanaqa auditoriyalar bor edi? Birinchisi videomizni 3 sekund ko'rganlar. Ya'ni reklama chiqib keldi yoki videolarimiz chiqib keldi, boshidagi 3 sekundini, kamida o'sha 3 sekundini ko'rgan odamlar. Bu bizda birinchi auditoriya. Keyingisi true play. Ya'ni более подробно tushuntiradigan bo'lsam, videongizni kamida 15 sekund yokida undan ko'p ko'rganlar. Masalan, videosi 30 sekund, 40 sekund bo'ladigan bo'lsa, kamida 15 sekund ko'rgan odamlar mana shu true play auditoriya deyiladi. Keyingisi videomizni 75% gacha ko'rganlar, undan keyin 95% ko'rganlar. Xo'p, bulardan tashqari yana biz qaysi auditoriya olganmiz? Oldin bizga SMS yuborgan, profiliga o'tganlar, obunachilar va взаимодействие qilganlar. Ya'ni videolarimizga like bosgan, kommentariy yozgan, repost qilgan yokida shunga o'xshagan videolarimiz bilan qanaqadir взаимодействие qilgan odamlar. Ya'ni biz birinchi etap qilgan narsamiz mana shu auditoriyani sazat qilganmiz. Bu auditoriyani biz nimaga sazat qilganmiz? Chunki mana shu hamma auditoriya bizning haqqimizda ko'rgan, bizning haqqimizda eshitgan, biz bilan qanaqadir взаимодействие qilgan. Ya'ni masalan oladigan bo'lsangiz, videomizni 75% yoki 95% ko'rganlar degani bu уже masalan kiyim butik bo'ladigan bo'lsa, videomizni yoki o'sha tovarlarimizni почти oxirigacha ko'rgan odamlar, ya'ni qiziqishi bor, deyarli oxirigacha ko'rgan odamlar auditoriyasi. Bizga o'shalar kerak. Nimaga? Chunki ular bizning mahsulotga qiziqqan. Keyingisi SMS yuborganlar, profiliga o'tganlar, tam obunachilar, hozir bizga aslida SMS yuborganlar va profiliga o'tganlar kerak.
Xo'p, SMS yuborgan bu уже degani, tovarimizga qiziqqan, mahsulotimizga qiziqqan, murojaat qilgan, lekin hali sotib olmagan auditoriya. Mana shularni yiqqanmiz. Keyingisi profil visitors, ya'ni profilga o'tgan auditoriya. Odamlarga reklamamiz yoqdi, profilga o'tdi. Mahsulotimizni yoqtirib, keyin profilimizni ko'rib chiqdi. Bu ham уже bizning mahsulotga qiziqish bor auditoriya hisoblanadi. Xo'p, bu bizada birinchi etap, ya'ni auditoriya sozdать qilib olish. Keyingi etap bizada nima bo'ldi? Oxirgi 90 kun ichida, mana shu auditoriya oxirgi 90 kun ichida qilgan auditoriya qilamiz. Nimaga 90 kun? Примерно mana shu 90 kun ichida odamlar qanaqadir ham qiziqish bo'ladi, qanaqadir ham esida qoladi. Unda bu sal kattaroq. Lekin auditoriya soni umumiy hisoblaganda bular kam bo'lgani uchun biz 90 kun olganmiz. Eski targetda 90 kun ishlagani uchun. Keyingi etap biz nima qilganmiz? Mana shu auditoriyalarga o'xshagan 3 sekund ko'rgan Turplay 95 balovatlarga o'xshagan auditoriyalarga biz lookalike degan auditoriya bor. O'shanaqa auditoriya sozdать qilganmiz. Lookalike bu nima degani? Aytaylik, masalan, sizga SMS yuborgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, sizga SMS yuborgan odamlarga o'xshash odam, o'xshash auditoriya sizga topib beradi. Aytaylik, masalan, sizga 10 mingta SMS, 10 mingta odam SMS yubordi. Lookalike auditoriya nima qiladi? O'sha 10 mingtani oladi, o'sha 10 mingtaga o'xshash auditoriya sizga topib beradi. Biz mana shunaqa formatda ishlaganmiz. Xo'p, endi qarang. Reklama yoqqanimizda bizda reklamada retarget bilan lookalike'da eng yaxshi ishlagan auditoriya qaysi? Bu birinchisi Turplay, mana o'zingiz qo'yganman. Keyingisi 75% ko'rgan, 95% ko'rgan, SMS yuborgan va profilimizga o'tganlar. Mana shu 5 ta auditoriya bizda reklamada eng yaxshi natija bergan. Nimaga? Chunki bu auditoriyalarda qiziqish ancha baland. Chunki o'ylab ko'ring, masalan, videosi 40 sekund bo'ladigan bo'lsa, примерно 35 yoki почти 40 sekundigacha odamlar ko'ryapti. Yoki videoni ko'rib turib, profilingizga o'tyapti, qiziqishi bor. Mana shu auditoriyalar bizda zo'r ishlagan sotuv uchun mana shu auditoriyalarni ishlatganmiz. Xo'p, reklamada qanaqa strategiya ishlatganmiz? Bizda ikki xil auditoriyaga reklama yoqilgan, ya'ni TOF bilan MOF-BOF. Bu yerda MOF yozib qo'yman, MOF-BOF ichida MOF ham bor, BOF ham bor. Xo'p, nimaga TOFga ham bizda reklama yoqqanmiz? Xo'p, TOFga основной reklama yoqqanimiz sababi bu auditoriya tugab qolmasligi uchun. Chunki biz 90 kun ichida olganmiz. 90 kun ichida masalan auditoriyaga reklama ko'rsatib berdingiz, bo'ldi, o'sha auditoriya qotib qoladi. Bizga esa brend tanish uchun yana ko'proq auditoriya kerak. Biz ko'proq o'sha auditoriyani jalb qilish uchun birinchi TOFga ham, mana shu sovuq auditoriya, bizani tanimaydigan odamlarga ham reklama yoqqanmiz. Yana bitta narsa bor, TOF auditoriyaga biz hech qachon taklif bilan chiqmaganmiz sotuv uchun. TOF auditoriyaga biz faqat o'zimizni brendimizni tanitish uchun reklama yoqqanmiz. MOFga esa o'sha MOF bilan BOF auditoriyaga esa biz sotuv va obunachi jalb qilish uchun reklama yoqqanmiz. Bizda eng yaxshi rezultat bergan auditoriya mana shu MOF bilan BOF bo'ladi. Ichidagi qaysi auditoriya deydigan bo'lsangiz, mana shu o'zingiz qilganman, Turplay 95%, 75% SMS va profil visitor. Mana shularga o'xshagan auditoriya. Ya'ni mana shu auditoriya, o'zingiz qilgan, yana lookalike auditoriya, xuddi shularni o'xshash auditoriyasi, lookalike auditoriyasi. Xo'p, mana shu etaplarni qildik. Endi bizda qanaqa rezultat bo'ldi? Xo'p, reklama natijalari mana chiqazib qo'yganman. Bizda byudjet ketgan deyarli 1,5 ming dollar, ya'ni 1447 dollar kelgan. SMS narxi qarang, e'tibor bering, bizda 1,5 barobar, 2 barobarga o'sgan. Bizda o'rtacha 0,62 sentdan tushgan, to есть 0,62 sentdan tushgan. Narga target to'lov bilan ishlaganda esa ularda o'rtacha 40 sent atrofida tushgan. Bu degani 1,5 barobar bizda qimmatroq chiqyapti. Lekin degan joyi bor. Qarang, sifati bizda 2-3 barobar yaxshiroq. Ya'ni ularda reklamasiga olganda bizning reklamamiz ancha sifatli lidlariga ko'proq. Sifatli lid kelgandan keyin sotuv ham уже ancha oshgan. Xo'p, keyingisi biz raqamlarda o'lchaydigan bo'lsak, eski target to'lovlar 3 oyda 1200 topib kirgan bo'lsa, biz shu ishlab turib 4000 ta auditoriya olib kirganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, rasmni ham chiqazib qo'yganman. 5250 ta bo'lganmiz. Biz boshlaganimizda esa attiga 1200 edi. Xo'p, endi sotuv keladigan bo'lsak, sotuv bizda qanaqa bo'lgan? Xo'p, sotuv mana shu 1447, mana shu 1,5 ming dollar reklamaga sarflab turib, deyarli 650 million so'mdan ko'p sotuv qilganmiz. Buni dollarga o'giradigan bo'lsak, bu bizda bo'ladi 50 ming dollardan ko'proq sotuv qilgan. Xo'p, tasavvur qiling, 1,5 ming dollar sarflayapsiz reklamaga, и bu yerda уже 50 ming dollardan ko'proq sotuv qilyapsiz. Keyin bu yerga yana bitta plyus tomoni bor. Qanaqa bularda o'zlari ham производство qilishadi и то есть на заказ tikib berishadi. И plyus yana chet eldan kelgan kiyimlar bor. И ko'p, masalan, butikda egasi bo'lsangiz yoki shunga o'xshagan qimmat mahsulot sotadigan bo'lsangiz, original mahsulotlar sotadigan bo'lsangiz, bilasiz, sizda ham marjinalist katta. Xuddi shunaqa, bularda ham marjinalist katta. Yani 50 ming dollardan bu yerda уже marjinalist, endi aytolmayman qanchaligini, no ancha katta foyda qolgan. Chunki reklamaga normalniy summa ishlatamiz и normalniy sotib olishga yarasha. Mana bu yozib qo'ygan, butik bo'lgani uchun, o'zlari ishlab chiqarishgani uchun marja katta bularda. No, просто так o'ylab qaraydigan bo'lsangiz ham 1,5 ming dollar sarflayapsizda 50 ming dollar bu вообще shokolad degani. Tем более butik yo'nalishiga. Xo'p,
Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, men siz uchun bitta bonus tayyorlab qo'yganman. Bonus qanaqa? Agar sizda ham o'sha butik egasi bo'ladigan bo'lsangiz yoki shunaqa qimmat mahsulot sotadigan bo'lsangiz yoki sizda reklamada lildan sifati bo'yicha problema bo'layotgan bo'lsa, men sizga bepul audit berishim mumkin. Auditga qanday yozilishingiz mumkin? Pastda havola bor, o'sha havola bo'yicha o'tasiz. Savollar bor, savollarga полностью javob beradigan bo'lsangiz, men siz bilan bog'lanaman. O'sha bog'langandan keyin, xudo xolasa, liba onlayn yoki offlayn meeting qilib turib, men sizga полностью auditni beraman. Audit yozilishini o'sha pastdagi holdan qolib o'ting. Free audio post production by alphonic.com